Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Stormix va bugun sizlar bilan Minecraftdagi eng yaxshi va kerakli top 5 ta modlarni ko'rib chiqamiz. Tak, hozir men birinchi mir ochib olaman. Tak, mana biz mirga kirib oldik. Nimagadir meni personajimda bug bo'lyapti. Menimcha bu nimadan bo'lsa kerak? Animation moddan. Tak, короче, unda biz videoni boshlaymiz. Birinchi modimiz bu. Hozir furniture bu degani uy jihozlari modi. Hozir ko'rsataman bittasini olib. Masalan, sizlar video o'qisizlar va sizlarga mana shunaqa narsalar kerak. Mana Rekerdi gamer bo'lamiz modi videosidagi mod. Biriga bir kopiyasi. Hozir sizlarga boshqa narsalarni ham ko'rsataman. Masalan, mana bunaqa divan, seyf, har xil narsalar bor. Keyin mana bunaqa narsalar, chiroq. Tak. Короче, любой narsa bor, kerakli. Hamma narsa bor. Archa bor, mana bunaqa. Har xil narsalar bor. Sizlarga kerakli hamma narsa bor. Mana archa, mana bunaqa narsalar. Keyin hozir mana buni bu yerga qo'yib bo'lsa. Buni qo'yib bo'lmas ekan. Hozir bitta blok bor, to'xtab turinglar. Tak, mana bu yoqqa qaytamiz. Masalan, sizlarga eshiklarga narsa qo'ysanglar, mana bu narsa kerak bo'ladi. Masalan, mana bu dverda nima soladi? Keyingi modimiz bu. Hozir ko'rsataman sizlarga. Оружие modi. Tak, bu yerda biza nima mana bunaqa оружиялар va yangi ko'ylaklarni olsak bo'ladi. Tak, hozir masalan sizlarga hozir AKMni ko'rsataman. Keyin mana bunaqa granata bor. Mana bu Rekerdi videosidagi bu ham Rekerdi modi. Mana. Hoppa. Mana bu hozir yerlarni polni buzib yuboradi. Qaranglar, hozir men to'daga otib ko'rsataman. Hoppa, mana bir deganda o'ldiradi. Keyin kalash. Buni pritseli yo'q ekan. Bu hamma narsada ham animatsiya bo'lmaydi. Bir ikkitasida bo'ladi mana. O'lish. Mana buni. Har doim ham o'xshavermaydi. Masalan, mana. Menimcha bularga headshot berish kerak. Animatsiya bilan o'lish uchun. Hozir boshidan otib ko'ramiz. Yo'q. Tak, sizlarga endi granatani ko'rsataman. Galemni ovoz chiqargan. Lekin yerni portlatmas ekan. Menimcha HP bersa kerak. Keyin mana bunaqa radiatsionniy ko'ylak. Jilet komandos deydi. Bu sovuqdan asraydigan. Kurtka veterinar. Keyin mana bunaqa narsalar. Shit ham bor даже. Yangi shit. Tak, hozir men sizlarga snayperni ko'rsataman yana. Hozir ko'ylaklar, mana bu kerakmaydigan narsalarni olib tashay. Hozir sizlarga snayperni ko'rsataman. Mana. Hoppa. Da, yana mana bunaqa branya. Hozir ko'rsataman. Menda bug bo'lib qolgan hozir animatsiya modi uchun. Shunga hozir ko'rsatmayapti. Sizlarda o'xshamasligini bilmadim, lekin menda o'xshadi. Keyin bu
yana bitta mod. Tak, mashina modi. Bu 3-mod. Tak, короче, mana bu qayiq. Hozir suv yo'qligi uchun yurmaydi. Hozir mashina olib ko'rsatamiz. Minibag, minibus. Tak, speedboat. Mana smart car masalan. Tak, yana buni olamiz. Tak, mana. Birinchi listodan haydasalar ham bo'ladi даже. Mana. Keyin buni bir ikkita narsalari bor, hozir ko'rsataman. Mana bu narsa bilan uchsa bo'ladi. Mana bu tezlikni oshirib beradi. Hozir ko'rsataman. Mana tezlik oshiradi. Mana bu esa tepaga uchiradi. Mana shunaqa qiladigan narsalar bor. Tak, keyin oxirgisi bu boost ramp deydi. Menimcha bu ham tezlik oshirsa kerak. Da, bu ham tezlikni oshirib yuboradi. Tak, keyin bu menimcha modda mana shunaqa narsalar bo'ladi. Bu mana bu оружие modida bo'lgani uchun shunaqa bunker qurib berar ekan. Foydasi buni. Yana bitta foydasi. Tak, yana nimalar bor ekan bu modda? Tak, hozir boshqa mashinalarni ham ko'rsataman. Minibus, storage. Bagi bor ekan mana. Tak, mana bu narsalarni olib tashlaymiz. Hozir sizlarga samolyotni ham ko'rsataman. Tak, sport splani deydi ham. Hoppa. Mana samolyot. Utsanglar ham bo'ladi. Tushmoqchi bo'lsanglar, prost mana o'tirishda o'sasizlar o'zi tushib ketadi. Tak, yana bu nima? U minibus. U mini nima bu? Hozir. Avtobus. Buni ham birinchi listodan boshqachalar bo'ladi. Tak, yana mana bu nima? Bu moped. Mana bu. Hoppa. Tak. Yana bittasi qoldi menimcha mana shu. Bu nima bu? Menimcha bunga hamma qiziqsa kerak. Ko'pincha yoshlikdagi lemon videolarida bo'lardi. Bunaqa narsalar. Tushmaydimi bu? Uchar ekan. Sakrashni bosish kerak ekan. Hoppa. Mana. Tak. Bugungi videom shulardan iborat edi. Agar yana xohlasanglar shunaqa modlarni chiqarishim mumkin. Agar shu videoda 20 ta like yig'ib bersanglar, men shu videoning ikkinchi qismini chiqaraman va bu modlar emas, boshqa masalan zombi apokalipsis o'shanaqa modlarni chiqarib beraman. Video yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lishni unutmanglar.